Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Men Andijondan Rahimov Hayotjonman. Men juda ko'p marotaba chiqishlar qilganman shu Facebookda, ayniqsa mana hozirgi davrda shu tergovchilarning, sudyalarning noqonuniy qilmishlari, bularni bir tanobini tortishdan o'rniga shu Sudyalar Oliy Kengashi raisi Xolmomiy Yodgorovni chiqargan taqdimnomasiga asosan jinoyat ishi qo'zg'atilib, men Rossiya davlatida bo'lgan vaqtimda, Rossiya Federatsiyasi bo'lganimda menga qidiruv e'lon qilgan. Ya'ni bu Xolmomiy Yodgorovning taqdimnomasiga asosan jinoyat ishi qo'zg'atilib, Andijon viloyati tergov boshqarmasida tergovchi Nodir Ahmadjonovga topshirilgan. Bu Nodir Ahmadjonov o'zini shu qarorlarida meni go'yoki uyimga borib topolmagan, peshonalari tellab meni istagan, men tergovdan bekinib yurgan ekanman, qochib yurgan ekanman. Xuddi shunday tarzda o'zini qarorlarini to'ldirib, o'zi bilganicha menga sirtdan qidiruv e'lon qilingan. Men 2024-yilda shu noyabr oylarida Rossiya Federatsiyasida bo'lgan vaqtimda ikkita tezkor qidiruv xodimi boryapti-da, federalniy qidiruv beryapti. Bu federalniy qidiruv Rossiyaga borib berilgan sababli meni ushlagan prokuror qo'yib yubordi va o'sha yerdagi politsiya xodimlariga, Rossiya politsiya xodimlariga aytdiki, bunga aralashma, qidiruv noqonuniy berilgan ekan dedi. Ularga ham aytdi, o'zlarini ham shu ikkita O'zbekistondan borgan tezkor qidiruv xodimlarini ham o'ziga jinoyat ish qo'zg'atib, o'zlarini tiqib tashlaydigan darajaga olib borib qo'ydi, lekin bular qandaydir vaziyatdan chiqdi, tanish bilishlik qilib. Xullas, meni yerdan kelmasam bo'lardi. Qidiruv noqonuniy bo'lgan edi. Lekin ikkala shu tezkor qidiruv xodimi aytdiki menga, aka, shuncha noqonuniy ishlar bo'libdi. Endi O'zbekistonga borib hal qilib keling bu ishlarni. Agar biz hozir aytayapti kelishdan yana bosh tortdi, kelmadi desak, sizga nisbatan O'zbekistondan turib xalqaro qidiruv chiqaradi, qidiruvga beradi. Keyin yana Rossiyada 3 oy o'tirasiz, 4 oy o'tirasizmi? Keyin O'zbekistonga borib yana tergov hibsxonasida o'tirasiz. Shuning uchun o'zingiz borib hal qilib keling deganiga men chiqqanman. Men chiqdim va Bunuku aeroportdan bular o'zlari bilet olib berdi, qonnimi, baxti. Meni jo'natib yubordi. O'zim keldim Farg'ona viloyatiga. Endi bu yerda tezkor qidiruv xodimi meni o'sha yerdan sa'y harakatlari, peshonalarini tellab, meni tutib qo'lga olishgan. Go'yoki meni shu Farg'ona viloyatida qo'lga tushganman. Rossiya Federatsiyasidan olib kelindi degan joyda hech yerda ko'rsatilmagan. Hamma sud hukmlarida, tergov nimalarida, qarorlarida shunday yozgan. Mana adolat bu sudlarda, tergovlarda. Endi tergov hibsxonasida o'tirgan vaqtimga tergov gap chiqadi hammani. Shu kelgan vaqtimda bu yolg'on guvohlik berayotgan Fayzullo Sulaymonov tergovchi va Aziz Turg'unovlarni jabrlanuvchi bo'lib e'tirof etgan va bu yerda ushbu meni jinoyat ishimni xalq ishongan Oliy sudda ham jinoyatni berkitgan. Hozirgi vaqtda Buxoro sud raisi Uchqun Ro'ziyev bo'ladi. Uchqun Ro'ziyevni ham jabrlanuvchi qilib e'tirof etgan. Jabrlanuvchi bo'lgan. Lekin bu jabrlanuvchi tergovda ham, sudda ham qatnashgani yo'q. Nimaiki ulardan aqli balandligi, bu tergovchilardan boshqa narsaga uchun aralashmadi. Hattoki bu meni noqonuniy tarzda ayblab, yuzlashtiruvlar o'tkazmasdan, video syomkalar qilmagan shu Andijon viloyati tergov bo'limining tergovchisi shu Nodir Ahmadjonov Sudyalar Oliy Kengashi raisi Xolmomiy Yodgorovga xat ham chiqargan. Shu Buxoro sud raisi Uchqun Ro'ziyevni biz jabrlanuvchi qilib e'tirof etdik. Peshonamiz tellab hayotni tutdik, qo'lga oldik. Shuni tergovga jalb qilib bering degan bu haligi sudyalarni Oliy Kengash raisi Xolmomiy Yodgorov tergovga ham, sudga ham jalb qilib bera olgani yo'q. Nimaiki Buxoro sud raisi u. U Oliy sudda jinoyatni bekitgan u. Bu Buxoro sud raisi hozir kelmagan. Lekin bu yerda ikkita tergovchi yolg'on ko'rsatuv beryapti. Hozir buni men Namangan viloyatida bo'layotgan apellyatsiya sudimda isbotlab berdim. Ya'ni bu tergovchi shunday deyaptiki, 2022-yilda meni
3 ta modda bilan nohaq og'ir o'zim pichoqlanib og'ir jarohat olishimga qaramasdan meni o'zimni 3 ta modda bilan ayblagan shu izboskanlik tergovchi Fayzulla Sulaymonov noqonuniy ayblagan sabab birinchi sud instansiyasidagi Jinoyat protsessual kodeksining 417-moddasi bilan ushbu jinoyat ishi qayta ko'rilsin degan ma'noda prokuraturaga qaytarilgan. Prokuraturaga qaytarilgan ushbu sudya tomonidan chiqarilgan ajrimni ijrosini ta'minlash uchun Fayzulla Sulaymonov aytayapti, menga topshirilgan deyapti. O'zi jinoyatni berkitgan va bu jinoyat qayta ko'rilsin deb berilsa, bu aytayaptiki, meni o'zimga topshirilgan, men o'zim jinoyatni ko'rib chiqib rad qarori qabul qilganman deyapti. Vaholanki, birinchi sud instansiyasi sudyasi ushbu Jinoyat protsessual kodeksining 417-moddasi bilan chiqarilgan ajrimga qo'shib Fayzulla Sulaymonovga nisbatan xususiy ajrim ham chiqargan. Bunaqa ishlarni shu muhokama qilib qayta takrorlanmasin 139-modda qo'ygan menga, 237-moddalarni qo'ygan, noqonuniy qo'ygan sabablik chiqarilgan ajrimni ijrosini ta'minlash uchun menga berganda yolg'on ko'rsatuv beryapti. Aslida bu emas. Izboskan tumanidagi surishtiruvchi Mavlon Arapov degan tergovchi, hozir u endi sobiq tergovchi ishlamayapti ekan. Bu ko'rib rad qarori qabul qilgan. Bu vaqtda bu Asaka tumaniga o'tib ketgan. Buni nima uchun aytyapman? Meni noqonuniy ayblagan shu yuzlashtiruvlar o'tkazmasdan meni sudga taqdim qilgan shu Nodir Ahmadjonov Andijon viloyatining tergov bo'limining tergovchisi Ahmadjonovga nisbatan ham o'zim sudda kurashib, menga chiqarilgan ushbu noqonuniy ayblovlarini isbotladim. Tergovchi qo'ygan ayblovlar o'z tasdig'ini topmagani sababli meni shu Farg'ona viloyatida ushaldi deb noqonuniy anaqalar sun'iy ayblovlar bilan o'zini to'shadek qilib yozgan ayblov dalolatnomasida 140-moddani birinchi qismi yana balobatlar qo'ygani uchun Paxtabod tumani sudi raisi Umid Soliyevga isbotlab dalillagan sababli bu tergovchiga xususiy ajrim chiqarildi. Ya'ni shoshma-shosharlik bilan qaror qabul qilgan, tergov to'liq o'tkazilmagan, vaholanki shunga o'xshagan narsalar. Men buni hozir qo'yaman, nimaga ham qo'yib boraman. Shunda aytib o'tmoqchimanki, Nodir Ahmadjonov sudyalarga joy-ija ishonib, o'zingizni ayblov dalolatnomalarimiz, ayblov xulosalarimiz o'tadi, suddan qaytmaydi degan maqsadda yig'ishtiringlar. Qonun bor. Prosta kimlardir o'zini haqqini talab qilishni bilmagan sababli qonun ishlamaydi degan narsalar bo'lyapti. Bu yerda xitirlik xolos. Mana Namangan viloyatida tergovchini noqonuniy shu ayblagani va Paxtabod tumanida yolg'on ko'rsatuv bergani, ya'ni mana bu o'zi jinoyatni berkitib turib, o'ziga nisbatan chiqarilgan narsani men ko'rganman. Shu jinoyatni o'zim ko'rib rad qilganman degan ko'rsatuvni men isbotlab berdim. Apellyatsiya sudi hay'ati shu Doniyor Tojboyevga isbotlab berdim. Qarorlari bilan, hujjatlari bilan. Endi tergovchilarimiz hozirda o'rganib qolgan, noqonuniy ayblovlar qilib ayblayman, bo'ldi, shundan suddan ketadi, o'tib ketadi meni naqam deb. Sal Xudodan ham qo'rqish kerak. Nodir Ahmadjonov mana xususiy ajrim oldi. U vaqtida Fayzulla Sulaymonov ham olgan, xususiy ajrim olgan, lekin buni ijrosini kim ta'minlagan, unga qanaqa jazo bergan bizga aytmaydi. Endi bular bilmayman, jazo bergan, bermagan, uni bizga qorong'u. Shuni aytmoqchiman, qonun ishlaydi, qonun ishlayapti, xudo xolasa. Xudo xolasa mana shu jinoyatlarni berkitib, meni nomimdan, meni himoyachim va bir nechta faollar nomidan davlat rahbari shu Shavkat Mirziyoyevni haqorat qilgan profil egalari Enangman Ishon, bular ham topiladi. Mana yaqinda Elyor Tojboyevning kirdikorlari ochilib, boshqa narsalar bo'lyapti. Sudyalar bittasi Xonobod sudyasi 30 ming dollar bilan qo'lga tushyapti. Xudo ko'rsatgani bu. Bittasi sudya u mashina o'g'irlab qo'lga tushyapti. Xudo ko'rsatyapti. Xudo xolasa ko'rsatadi. Mana hozirda meni sudimni ravon ko'ra olgani yo'q.
kundan kunga cho'zyapti. Vaholanki prezident aytgan, "Ey, u sudni aytgan odam sendan katta bo'lishi mumkin. O'z vaqtida sudni ko'r" deyapti. Bir qarasangiz, jabrlanuvchi banisada yotgan bo'ladi. Bir qarasangiz banisidan chiqmagan, bir qarasangiz u o'lgan, bu o'lgan. Endi hozir meni ishimni ko'rayotgan sudya seminarga ketganmish. Seminarga ketgan, balobatlar bo'lgan, ish ko'rmayapti. Men uni kuzatib boryapman. Mana hozir sud cho'zilyapti. Nimagaki yolg'on ko'rsatuv bergan Fayzullo Sulaymonovni ko'rsatuvini isbotladim. Ikkinchi nimasi ham bor. Buni men internet tarmog'ida ham meni shu himoyachimi qo'lida ham faktlar bor. Boshqa odamlarda ham bu faktlar bor. Meni internetdan chegaralab yoki boshqa narsa qilib jinoyatni berkitaman deyotgan bo'lsak, katta xato qiladi. Xudo xolasa insonlar bir-birini sotmashi mumkin. Hali bu yerda Azamat Habibullayev sudya, Nosir Rasulov, To'lqin To'raqulov bor. Oliy sudda bekitgan Buxoro sud raisi hozirgi vaqtda Uchqur Ro'ziyevlar va hozirda Paxtabod tumani sud raisi apellyatsiya sudida jinoyatni berkitgan Umid Soliyevlar. Bular hammasi vaqti kelsa bir-birini sotadi. Jinoyat ochilsin, sotadi. Hali Xudo xolasa prezidentgacha yetkazib boramiz buni. Prezidentni haqorat qilganicha topmasdan kiber xavfsizliklar yopib tashlayapti. Bizning murojaatlarimizni e'tiborga olmayapti. Hali vaqt keladi. Bu narsalarni ko'radi. Bir kuni kelib shu hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevni sodiq insonlari, Mo'sh Otabek kuyovlari Otabek shu ko'rishi mumkindir. Saida Mirziyoyeva ko'rib qolar bir kuni. Xudo xolasa ko'rib qolsa, bu jinoyat ochilsa, sudyalarni jinoyat qilib bekitib kelayotganlari va hatto prezidentgacha haqorat qilgan insonni topishlikda o'ziga ravo ko'rmagan shu kiber xavfsizliklar, tergovchilarni ishlari ochilganda gaplashamiz. Xudo xolasa bularni yetkazamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.